Dehqonlardan chiqarishdan davom etamiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida ushbu sigirimiz sotuvga qo'yilyapti. Bugungi sanamiz 4-mart. Egalar nomerlar pastda turgan bo'lsa, telefon savdolashib ko'ringlar. Katta sigir o'rtoqlar, bo'ylari menimcha 130-140 orasida ko'rishingiz mumkin. Sigirimiz 3-qoringa urg'ochini tug'ib qo'yibdi, akalar. Bolasi ham yirikkina. Sigirda kuni kecha 20 litr sut chelakka tushyapti ekan. Xonadonga borib tekshirib olaverasizlar. Dehqonchilik. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshigina sigir. Narxi bilasizlar, yaxshi sigirning puli ham juda ham qimmat bo'lyapti, lekin sizlar o'ylagandan ko'ra ancha arzonroqqa qo'yilyapti sigir. 50 million so'm baho qo'yilyapti, kelishtirib beradigan joylari bor. Telefon qilib bog'lanib ko'rishingiz mumkin. Manzilni aytganimizdek, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida. Joning sog' bo'lsin. Hammamizga shunaqasi nasib qilsin. Kommentariyaga bitta olovchani tashlab o'tishingni esingizdan chiqmasin. Bitta like bosib o'tgan hurmatli obunachilarim, hammanglarga rahmat. Dehqonchilik, kimga shunaqa sigirlar kerak bo'lsa, bemalol telefon bog'lanib ko'rishingiz mumkin.